ishtahasi yo'q odamlarga salat tayyorlab beraman. Aniq yeb tashlaysizlar. Videoni oxirigacha ko'ring va ulashib qoling. Bizga kerak bo'ladi: kabachki, bodring, pomidor, bolgarskiy, qizil piyoz va limon. Eng asosiy mahsulot selderi va tabga ko'ra ko'katlar. Eng asosiysi mahsulotlarni yuvish esdan chiqmasin. Men просто yuvib, sразу to'g'radim. Videoda ko'rsatilgandek, bolgarskiylarni shunaqa yirik, turburcha shaklda to'g'rab chiqamiz. Endi navbat selderiga. Selderiga videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab chiqasiz. Aytgancha, selderi erkaklarning quvvatini oshirishga yordam beradi. Bilarmi deydi? Endi navbat kabachkiga. Kabachkini shunaqa pare-pare shaklda to'g'rab chiqamiz. Kabachki o'z vitaminlarga boy sabzavot hisoblanib, mazasi bodringga o'xshashib ketadi. Endi navbat bodringga. Bodringni ham shu shaklda to'g'rab, ichiga solamiz. Pomidorlarimizni yirik kubik shaklida to'g'rab chiqamiz. Endi qizil piyoz. Qizil piyozni ham yupqa dumaloq shaklda to'g'rab, ichiga sovuramiz. Endi tayyor ko'katlarni solib aralashtirib olamiz. Salatimizni yaxshiroq chiqish uchun maxsus sous tayyorlashga o'tamiz. Bizga kerak bo'ladi: limon, asal va zaytun yog'i. Birinchi bo'lib limonning sokini siqib olamiz. Endi esa asal 1 osh qoshiq. Endi aralashtirib zaytun yog'ini qo'shamiz. Zaytun yog'ini 3 osh qoshiq qo'shamiz. Aytgancha, tuz berish esingizdan chiqmasin. Endi sousimizni salatga qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Salatimiz tayyor. Ushbu videoni ishtahasi yo'q tanishilarga jo'natib qo'yinglar.